Bismillah. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Assalomu alaykum. Abrorus kanalining hurmatli tomoshabinlari, YouTube chorva ishqibozlari. Biz bugun hurmatli tomoshabinlar Farg'ona viloyati Bog'dod tumani Mozortol degan joyda Ulug'bek akamizlar fermasidamiz. Bugun 19-oktyabr haftaning yakshanba kuni. Hurmatli do'stlar, Ulug'bek akamiz fermasidan yaxshi video qilib beramiz akalar. Obunachilar uchun yaxshi mollar kelgan. Qo'ldan kelgancha yangi partiyalar narx-navolarni chiroyli qilib yoritib beramiz. Ko'rasizlar, mollarning narxi, sifati sizlarga to'g'ri kelsa, ko'ngilni to'q qilib, bemalol, bexijolat kelib, har bitta molni savdosini qilib olaverasizlar. Narxlar yo'lida aytishar ekanlar, ko'rib xulosa chiqaraverasizlar. Arzimas mehnatimizga malol kelmasa like tugmachasini bosib, chiroyli izohlar kommentariyada qoldiraveringlar. Akalar, like ko'p bo'lsa, narxlar tushaveradi. Mana bugun isbotini ko'rasizlar. Assalomu alaykum. Hoji keldingizmi? Assalomu alaykum. Tuzukmisiz? Yaxshi kelib oldingizmi? Yana bir soat kechikkanimda nima bo'lardi? Xudo xolasa hammasi sotilib ketgan bo'lardi-da. Gap yo'q. Qalaysiz aka? Mana shunchasini sotib yubordik. Tan joningiz sog' bo'lsin. Assalomu alaykum. Bizni ko'rib turgan YouTube chorva ishqibozlari, aka-uka, opa-singillar, qadrdonlar. Bizni qo'llab-quvvatlashuvchi jigarlar, tan jonlaringiz sog' bo'lsin. Qirg'iziston, Turkmaniston, Tojikistondan kuzatib borishadi, ko'p telefonlar qilishadi. Hammalarga rahmat deymiz. Xudo xolasa bugun bir yaxshi mollarni syomkasini qilib beramiz. Birinchi qorinlarni, ikkinchi qorni ham bor. Bitta sigir sotilgan, uni ham hozir bir ko'rsatib o'tib boramiz. Video davomida. Ko'rib xulosani chiqarishaveradi. Albatta, ko'rib xulosasini chiqarishaveradi. Eng mollarimiz eng balanti bugun 52 million bo'ladi. Yo'q-a? Eng semental, unda ham sementalni zo'rida. Endi ikkita tug'adim bilmayman endi. Eng zo'ri xudo xolasa 52 million bo'ladi. Undan oshiq qimmatchimidi? Yo'q. Xudo xolasa men birinchi qorinlarni o'ta yengil qo'yib beramiz. Hazillashmayapsizmi? Narx-navolar yoqsa kelishaveramiz. Video yoqsa bittadan like ni bosib, kommentariyaga yozishaveradi. Aka o'tgan safar 2,5 mingta like yig'di. Otasiga rahmat. Like bosganda ota-onasiga rahmat. Gap yo'q. Like-da ham uncha-munchadan bosmaydi-da. Albatta. Men aytdim, eng kamida g'irromlik yo'q odam bosadi-da. G'irromlik yo'q odam bosadi. Mollar qarang, xudo xolasa yosh mollar, ishlaydigan mollar olib baraka topsin. Yo'q-a? Xudo xolasa. Gap yo'q. Olgan odam 100% baraka topishini tarafdorimiz. Bugungi bozorga hamma joy narx-navosiga solishtirib olaveradi. Hamma joyga taqqoslasinmi? Hamma joyga taqqoslar, narx-navosini ko'rib, ana keyin savdo qilaversin mana. Voy maşallah. Bunaqa jayronlaridan bor. Xudo Bu xolasa. nima deyapti aka? Bu 8 oylik birinchi qoringa. Voy maşallah. Hurmatli do'stlar, mol yirik. Bular endi arqonga tushdi-da, o'shancha o'zini ko'rsatmay turibdi. Akalar, mana qarang, bugun men dunyoni, O'zbekistonni hamma joyini narx-navolarini ko'rib ko'raman. Eng qimmat bozor bu yerdan Qo'rg'onchor bozor. Qarang. Ammo unaqa mol boshqa joyda yo'q. Albatta. Haqiqatan qimmat. Unaqa mol yo'q-da. Shuning uchun o'shanaqalarga havas qilgan akalarimiz ko'ringlarchi. Necha oylik Ulug'bek aka? 8 oylik. Iloyim hamma o'ylagan, ko'zlagan maqsadiga yetsin. Mana shu mollarni ham xudo xolasa tez kunlarda olgan odamlar 65-66 milliondan sotib baraka topib, yana kelib mol olaversin. Gap xudo xolasa. Ulug'bek aka 8 oylik bo'g'oz, birinchi qoringa rossiyskiy. Birinchi qoringa. Rossiyskiy gibrid bu mol, ozgina chut-chut. Lekin oyoq o'g'irmaydigan variantida. 8 oylik, turishini qarang jonivor. Ulug'bek aka sindirasizmi narxlarni? Endi qo'ldan kelgancha. Kam horam hamisha horam deydi, ozgina qolsa sotilaveradi. Katta foyda qo'yilmay, yengilroq qilib sotasiz, to'g'rimi aka? Xudo xolasa. Yana 1 oy, 1,5 oyda o'zimni birinchi qorin bo'g'oz xunojilarim ham yetilyapti. Mana bunday bo'lib qolganmi? Bo'lib qolgan. Bunaqa bir boqish sirlarini video obzorini ham qilib beramiz, hoji. Gap yo'q. Qarang. Agar mabodo akalar Ulug'bek akamni o'zini o'sha tishti kavagida qarib 100 ga yaqin mollari yetilyapti, xunojiligida olingan. Mabodo optim xaridor bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Optim отборный saramonlar. Mana. Bu nima deyapti aka? Semental birinchi qoringa. Otbekor-ku. Otbekor. O'zi qilingan 8 oy degan doktor. Bu mana haydab yuboring-ku. Haydab yuboring ozgina. O'zi 8 oylik degan. Endi hamma ham adashadi. To'shni kun-kunini aytolmaydi. 5 kun 10 kun aba bo'lishi mumkin. Ulug'bek aka nech puldan qo'yasiz mollarni narxini? Ekoni bir joyga donasiga 45-46 milliondan uramiz. Unda
el qatori bo'lib qoladi-yu, ha. El qatori bo'lmaydimi bugun? O'sha 45-46 ga $200 dan kam bersin. Ekoga 85 million bersin. Yo'q-a? Ekoga 85 million. 42,5 danmi shunda? 42,5 milliondan 85 millionga ekoni beraman. Simental qochiq bo'g'oz necha oylik? 8 oy dedi. Endi 7 oyga olaversin. Gap yo'q. Akalar mana molni 7 oyga olaverasizlar ekan. Yo'q 50 million, 55 million narxlar. 42,5 million. Haydavoning Muhammad Yusuf bo'yini ko'ring mana. Qarang, buni tanlab olsa qana bo'ladi? Bu tanlab olsa ozgina pilusi bor. Unaqa ko'p emas, unaqa 5-4 million emas. Qancha bo'ladi? 1 million bo'ladimi, bo'lmaydimi? Bo'ladi. Gap yo'q. Hurmatli do'stlar, o'shani ham yana kamini qilib berasiz. To'g'rimi, savdosini qilib? Mana, olgan odam Xudo xolasa barakasini bersin. Baraka topsin. Molni qarang. Ha, Xudo xolasa. Men mollar qarang. Ulug'bek aka. Labi. Ma rastiskini ham, buni ham agar juplab oladigan bo'lsa, yana ham yengil qilib berasiz. Juplab olsa 85 millionga bitta ucharada oshi bilan vodiy bo'ylab dastlabkilari tekin, vohalarga kelishilgan holatda qilib beramiz. Vaqti mana bunday joyga bosish kerak ekan. Mana 8 oydan o'tgan. Uji yilin qo'zg'adi. Mana bolasi tiqilayotibdi. Haqiqatda ikkita bo'lishi mumkinmi? Ikkita bo'lishi mumkin. Qonni juda katta. Endi uni biz ikkita deb qiziqtirib sotmaymiz, uni Xudo biladi. Alloh bilguchi. Davay, haydang Muhammad Yusuf qani. Voy mashalloh, mol qarang. Toza, o'sha tumshug'ida dog'i yo'g'idan toza, o'sha Yevropadan kelganida mana. Chexoslovakiya bu. Aha. Chexoslovakiyaniki ekan. Yilin sop turganida. Voy jono. Mana. Mana. Ulug'bek aka bir oy kutmaydimi? Bir oy kutadi. Bir oy kutadi. Bir oy kutsin, tudirib, yaxshi pulga sotib foydalansin. Nech pul qilib berasiz bo'ladigan qilib? 52 millionga beraman. Kamichi? Oshini ham qilib beraman. Endi baribir muomalaga qarab uncha kelishiladigan joy bo'ladi-da, to'g'rimi aka? Buni 55-60 million deganim yo'q, hoji. Yildan arzon bo'lsa arzon. Qimmat emasda? Qimmat emas. 52 million, hurmatli tomoshabinlar, bo'y bastlari ham ja kichkina molcha emas. Ana soskalari butun, tuyoqlari zo'r. Aha. Mol haqiqiy sut ishlaydigan mol. Aka, bir oy bor mana shu molga. Endi bir oy abag'i sabr qiladi. Qarang, bitta savol sizga, Ulug'bek aka. Fisabilloh, obunachilarga bildirish maqsadida aytyapman. Shu molda siz to'rala yerini butunlikka beryapsiz. Qarang, gapni eshitib turing. Xolasi shu yerda ko'ryapsiz. Bir oydan tuqqandan ham javob beraverasizmi? Javob beraveraman. Yo'q. Ulayda misol uchun 80 millionga mol olsa, men 3 kundan keyin tanaman deb yelkasini qisaydiganlar ham chiqib qoladi-da. Yo'q. O'shancha pulga olgan odamni birov 1 so'm pulni osonlikcha topmaydi. tuqqandan keyin ham so'skasiga javob berasiz. So'skasiga javob beraman. Berasiz. Barakasini bersin. Hurmatli tomoshabinlar, ana buni musofirda yurgan aka-ukalar qo'llab-quvvatlab duoda bo'lib turinglar. Simentallar ham yetib kelyapti, xudo xolasa. Gap. Bir ajoyib video qilamiz. Hurmatli do'stlar, hozir andijonlik obunachilarimiz hamma joyda aylanib kelishdidagi yana ketishdi. Ular simental izlayapti. Ulug'bek akamiz yangi partiyalarni kutish niyatida Haydi. plan qildi, ular to'g'rimi? Albatta, o'shanga kelishi bilan birinchi menga yeting deyishdi. Mana. Endi rizq nasib. Mol kelishi bilan Ulug'bek aka fermasi deb Instagram kanalimga kirsa qo'yaman, yetib kelishi bilan. Hozir mollar yo'lga chiqqan videolarni ham qo'yib beraman. Aka, mana yosh 50 tepasidagi insonlar kamda Instagramda. Telegram kanalimizga tashlab qo'ying. Bo'laveradi, tashlaymiz. Ha, Telegram osonroq. Albatta. Mana jonivor. Nima deymiz aka buni? Birinchi qoringa. Birinchi qoringa. Aha. 7 oy atrofida. 7 oy atrofidagi bo'g'oz. Uje hozir dekabrga o'tar ekanda, xohlasa. Aha. Nech pul deymiz Ulug'bek aka? Endi aytadi-yu. Ko'ngil 50 der. Endi unaqa baho yo'q. Buni narxi hoji Qochib turing. 42 million kami bor. 42. Kami bor. Kami ko'p. Kami bor. So'rab savdosini qilib olsin. Barakasi. Mana o'ta yo'g'on mol, haqiqiy sutchan mol, yuvosh mol mana. Aha. Birinchi qoringa. Ha, buni ko'ringlar. Jonivor. Hurmatli do'stlar, navbatdagi mol. Bu nima deyapti? Buni sortini topganga bitta osh. Barakasi bo'lsin. Mana hurmatli do'stlar, tayyor qochgan bo'g'oz variantida. 7 oylik. Bu molni boqdan ko'rgan biladi, to'g'rimi Ulug'bek aka? Albatta. Buni bitta boqqan odam
Yana shundan qilib ber deydi. Mashalloh. Aka, qarang, siz o'zingiz ham kerak bo'lsa nimada sutga ishlayapsizlar, nimani bilyapsizlar. Nechtagacha sut beradi shu mollar? Mana shu mollar buni oldi qochdi emas, birinchi qoringa 25 bilan 30 orasida sut beryapti. Boqishga qarab. Boqishga qarab. Maksimalniy suti akalar yaxshi qarasa 25 ta 30 ta beraveradi. Boy aka qancha narx qochirmay kelishtirib? Bu tuvib chiqsa 55 millionga hech kim bermaydi. Ha. Mana shu molni. Bu molni narxi 46-45 emas, 43,5 millionga beraman. Kamini qilib berasiz. Kamini qilib beraman. Ammo kimga xunojini zaril bo'lsa, xunojinidan olib qochirib olsa yana yengil bo'ladi. Mana shu xunojinlar. Ha, men ana hali Jamol fermerda chiqaryapsiz-ku. Ha. O'shanda ko'rdim, mana shuni xunojinlardan bor ekan. Qo'yyapti o'shalarni. 27, 28. 27, 28, 26 mi o'shalarni ko'rdim. Aha. O'shalarni olib rosa buqaga tayyor xunojinlar ekan. Aha. Shuni qo'yib qo'ysa, xudo xolasa 50 yillik foyda qiladi. Tavsiya qilaverasiz. Tavsiya qilaveraman. Mana shu imini shu sortdan ekan. Mana shu sortda o'zimizda chorvada sigirlari bor. Aha. O'zim foydalanganim uchun, misol bir texnikani minib ko'rasiz. Yaxshi ko'tarsa, nima bo'lsa, keyin birovga tavsiya qilasiz-ku. Isuzuga 5 tonna deydi, 10 tonnani yuklasa ko'taradi. Toqqa tortib chiqadi. O'shaning uchun bilganim uchun men shu molni sortini tavsiya qilyapman. Gap yo'q. Aysher bu yo'q. Aysherskiy. Hurmatli do'stlar, 40 qancha? 43 millionga beraman, hoji. 43 million. Ammo aka ko'p ketib qolganda buni. Bunga hali usulenni orqasidan chiqib ketguncha yem berish shart emas. Yo'q, me'yorida bersin bo'ldi mana. Me'yorida bersin bo'ldi. Erkalatib, 2 kilo 3 kilo kepak bu kilo kunjara baland hamma yo'g'i joyida. Voy mashallah. Me'yorida bersin bo'ladi. Barakasiz. Mana narxlar yo'lda qo'yasiz, ulug' aka yaxshi. Mana живой vesi 700 kilo oshiq. Mana shu molday. Aha. Bu ham shu Ayshara. Men Aysherskiy. Voy mashallah. Shunday yirik bo'lib ketadi aka mollar. Yirik bo'lib ketadi. O'sha xunojillarni ham men ko'rdim, o'shalarni ham ba'zi yirik bo'lib ketadi. Voy mashallah. Jonavar. Ulug'bek aka ham anoyibasda qarang. 7-8 kilo molni jilovlaydi. Bu endi arqonga tushdi. Ot aka bu ot. Ot bekor deydi-da. Ot bekor. Mana qarang. Endi buni oy kuni bola kattalash, yetilgan sari mol bosilib boraveradi. Ha. Tomoshabinlar mana bu molni qarang. Ammo gap yo'q. Bu aka necha oylik? Birinchi qoringa 3 oylik. 3 oylik bo'g'az. Voy jono. Necha pul? Qochirmay kelishtirib. 45 demoqchi edim, 41 million bersin. Kamini qilib berasiz. Kamini qilib beraman. Bitta uchalada oshini ham qilib beraman. Oboring mana. 41 million so'm hurmatli do'stlar. Ziynatiga o'tib beradigan joyi ko'p. Savdo qilaverasizlar. Xudo xolasa yetilsa 70 millionlik mol olib chiqsin iloyim. Gap yo'q. Ammo aka siz aytganingiz uchun men ham hali nima bo'lyapti? Ash mollar ham Jamol fermer mollari akalar qondaga bola tutsa pul oladi-da. Hali ko'pchilik ham bu deyapti. Mollar kelib pul qo'sha xudo xolasa. 41 millionga kimga bo'lsa sotdim shu molni. Ammo mol zo'r. Ketdik. Chujon. Mashallah. Yelinni ham ammo qattiq soladi. Kim nima desa akalar, beli yo'g'on, qorindor mol sut beradi. To'g'rimi aka? Albatta, bu mollar biz o'zimiz sog'ib ko'rdik. O'shaning uchun tavsiya qilyapman, hoji. Gap yo'q. Hurmatli do'stlar, iminda shuni xonajilariga 99 883 07 33 ekrandagi nomerlar Ulug'bek akamniki. Yil 12 oy, xudo xolasa mol uzilmaydi. To'g'rimi aka? Albatta. Gap. 6 kurak 8-sini chiqaryapti. Barakasiz. Jonivar. Mana sog'lom, to'tala yelini, tuyoqlari, yeb-ich sog'ligi Garantiya ostida. Garantiya. Bu mollarni 7 oylik bo'g'oz. 7 oylik bo'g'oz. Mana. Aha. Buni bebola suti bor, quruq suti borini o'zi 45 million baho qo'yishyapti. Aha. Bu nasib qilsa 2 oy abada tug'ib beradi. Yo'q. Hech pul qo'yamiz biz. 50 million hayrini qilib beramiz. 50 million. Hurmatli do'stlar, va'daga muvofiq. Masalan, mana shu molni 55 deb ko'p savdolash. Ulug'bek 52 dan narx oshmaydi dedimi? Xudo xolasa mana oshgan yo'q. Ammo akalar ko'p kutmaydi-da. Ko'p kutmaydi xudo xolasa. Shuni bolasi yo'q, qisir suti bori 45 million sotilyapti. Etta-betta ko'rib turibmiz. Kerak bo'lsa-da. Ha, bunga bo'g'oz 2 oy sabr qilsa tug'adi. Sutdan chiqdi mol. Aha.
2 oy sabr qilsa tug'adi, 50 millionga xayrini qilib beraman. Kamini qilib beramiz. Kamini qilib beraman. Bitta oshi ham bor. Barakasimiz. Hurmatli do'stlar, xulosa o'zlaringdan. Mana Ulug'bek akam bilan men qarib ishlaganimga 3,5-4 yil bo'lyapti-da, ishlash Bu boshlagan. sotilgan sigirni olib chiqaylik. Olib chiqinglar. Lekin Muhammad Yusuf haydab chiq. qarang, biror marta akalar shuncha chiqqan narx qolib ketgan yo'q mol. Birinchi o'rinda mol qolib ketgan yo'q. Har safar kelyapti. Ulug'bek akam ham birovda alinaqa o'rintirish uchun ish bo'lmaydi akalar. Ko'ngilda to'q qilib olinglar, yo'lida qilib beradi. Hali bir yerda orzada ekan deb akalar birovni gapiga kirib shoshib ketib oldin olib ko'ring. Birovga keyin tavsiya qiling. Ulug'bek akam hozir gap gapirdi, o'zim qilib ko'rib, keyin tavsiya qilyapman. Olmasdan turib, hali ko'zma ko'rib qo'lma ushamaguncha bir narsa deyish qiyin. To'g'rimi Ulug'bek aka? Albatta. Biz Andijondan ham kuzatib oladigan akalarimiz bor. Olimboy akammi? Granulach. Granich. Granich. Olimboy aka like bosib qo'y. Mana baraka bo'lgan bola. Mana sigir baraka bo'lgan. Hozir bolasini olib chiqing, Muhammad Yusuf buni yuklaymiz endi. Ha, qora bolasi. Qora buzoq shuni bolasi. Ketdi. Olib chiqing Qayerga bolasini. ketdi Ulug'bek akami? Bu Farg'onalik o'zimizning klipga ketdi. Barakasini bersin. Men molg'ay. Har safar mol oladigan klientimizga berdik buni. Muhammad akam ko'rib turadi, Cho'l Yunusda. Hozir o'zi musofir davlatda. Muhammad aka like bosib qo'y. Akam har doim kommentariy yozadi. Tan joni sog' bo'lsin. Alloh ziyoda qilsin. Maza qilib charchoq chiqaradigan videolarni ko'rib bahoni beraverasizlar. Yuklab yuboriladi akalar. Hozir bolasini ham olib chiqsin. Ulug'bek aka, Ona bolani mol tugab qolmaydi. mol tugamaydi. Ichkarida ham yana mollarimiz bor, hoji. Yana mollarimiz kelyapti. Kuniga mol kelyapti, sotilyapti. Gap. Hammaga o'g'it.